Assalomu alaykum. Bugun 31 kitob o'qiyman. Balalarim axsham kechroq uxladi. Atdiganda mening bo'ronliqim tutib qopti shunga. Ba'zi bir mashliqlar tayyorlab qo'ygandan keyin hozir naq maydon tarqitishni qilmoqchi va eng az 1 soat, 1,5 soat atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni balalarimning uyg'ongan vaqtigacha naq maydon tarqitish bo'ldi. Hozir men kompyuterimni kelishni unutib qoldim. Kompyuterimni olib kelay avval. Qaraganda bugun toza muqim turmadi bu. Oldu. Güzel. Kitap okuş. Betimle hiç olay. 100 günlük. Nerede kaldı? Bugün biraz hiçanlap qilishim mumkin. Lekin men bugün 31 kitap o'qishim kerak. Chunki oldingi 2 kun o'qiyolmadim. 31 kitap o'qishim kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayaqdan boshlanadi desam va 481 betdan boshlanishi kerak deb qarayman, bir tekshiruvday. ...491 betdan boshlandi ekan. 491 betdan. Yana qochirib qo'ydim.
491 bet. 491 bet. Tafsir Cevherlerinki 3. tom 491 bettin bugün inşallah 520 betkice okuyma. Buna olsa başlay. Şunun bilen ularning to'satdan shundoq qattiq azap. Şunun bilen ularga to'satdan shundoq qattiq azap yuzlandiki, ular o'ylar o'ltirgan peti qetib qolishdi. Bu azap qattiq ovoz bilan boshlandi. Ovozning qattiqligidan ularning yuraklari titrab ketdi. Uy imoratlari ularning ustiga yiqildi. Ular o'z uylarida qetib qolgan peti butunlay halok bo'ldi. Adat Salih alayhissalom ularning o'lgandan keyingi qetib qolgan jasadlarga qarab turib, "Ey qavmim, sizlarga haqiqatan Rabbimning farmonini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim. Lekin sizlar nasihat qilg'uchilarni yoqtirmadinglar. Shunga sizlarga bu azob haqliq bo'ldi" dedi. Salih alayhissalomning o'lgan qavmiga qarab so'z qilishi xuddi Muhammad alayhissalomning Badr g'azotida o'lgan mushrik qo'shiniga qarab "Hal vajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo", ya'ni Rabbinglar ogohlantirgan azobning haqligini bildinglarmi degan so'zga o'xshaydigan bir koyish so'zidir. Muhim nuqtalari. 1. Allah Taala har bir payg'ambarni maxsus mo'jiz bilan kuchlantirgan. 2. Muhammad alayhissalomdan burun o'tgan payg'ambarlarning har biri o'z qavmiga payg'ambar qilib avatilgan. Ammo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom butun insoniyatga Allohning dinini yetkazish burchini ustiga olgan holda kelgan umumiy payg'ambardir. 3. Barliq payg'ambarlar kishilarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sish orqali insonlar jamiyatining amonligini va xotirjamligini tilgan. Har qanday bir millat yoki to'pning ma'lum nupuzga ega bo'lgan kishilari o'z nupuzini saqlab qolish yo'lida hamisha haqiqatga qarshi chiqib kelgan. Payg'ambarlarni inkor qilganlarmi mazkur payg'ambarlar da'vat qilgan dinning haqligini nihoyat yaxshi biladi. Ammo ularning ichidagi katta boshlar o'zlarining nupuzini saqlab qolish yerisligi bilan payg'ambarlarga qarshi xalqni kishkirtib kelgan. 5. Har qanday payg'ambarga eng dastlab ergashganlarning ko'p sonliqi yo'qsillardan bo'lgan. Ammo boylar va nupuz egalari agar payg'ambarga ergashsa, o'zining mutlaq cho'nglik va katta boshliq mansibi bo'linib ketishidan yoki tuvallab ketishidan ansirab, manfaat va shuhrat yuzidan haqiqatni rad qilgan. Lut alayhissalomning qissasi. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Tercümesi 80. ayet. Lutni Sadum ailesiga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga mundaq degan edi. Sizlar shunday qabih ishni qilamsizlar. Bunday qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilib boqmagan edi. 81. ayet. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talpinlarni qondiryapsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavm ekansizlar. 82. ayet. Lutning qavmining birdan bir javobi, ular ya'ni Lut va uning ergashuvchilarini shahringlardan chiqarib etinglar. Chunki ular o'zlarini pok saqlaydigan kishilarmish deyishdan iborat bo'ldi. 83. ayet. Lutni uning oila a'zolari bilan birga qavmiga tushgan azobdan qutqizdik. Faqatla uning ayolini bundan mustasno. Chunki u shaharda qilib halok bo'ladiganlardan edi. 84. ayet. Ularning ustiga toshdan yomg'ir yog'dirdik. Gunohkorlarning aqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Tafsiri. Yuqorqi oyatlarning beshidagi va Lutan degan qismini ba'zi mufassirlar biz Lutni Sadum aholisiga payg'ambar qilib avatdiq deb tafsir qilgan. Chunki bu oyatning va Lutan qismi degan qismi mushu suradagi laqad arsalna nuhan ila qavmihi, ya'ni shaksizki
biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq degan oyatga bog'landi deb qaraldi. Ya'ni ilgari biz Nuh alayhissalomni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatgandek, Nuh alayhissalomni Sadum oilasiga payg'ambar qilib avatdiq degan ma'noni ifodalaydi. Hud, Salih qatorliq payg'ambarlar shundoq. Yana ba'zi mufassirlar oyatning va Lutan degan qismini ey payg'ambar Lutni aslihin deb tafsir qilgan. Chunki bu mufassirlar oyatning oldida uzkur ya'ni aslihin degan so'z ma'no jihati bor deb qaraydi. Her iki tefsiri Lut aleyhisselamның özden ilgiri ötken peygamberler qatarida bir peygamber ekanligini ifodalaydi. Öz vaqtida Lut aleyhisselam Sadum ahalisidagi erlarning ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talbini qondirishdek, ilgari jahon ahlidan hech qanday qadam qilib boqmagan, to'limi qabih va intayin irginishlik qilib bachchivozlikni qattiq ayiblaydi va ularga koyib, ularning bu qilqi ularni hayvondan past darajaga tushirib qo'yadigan seskinishlik qiliq ekanligini, ularning ko'zni azg'unlik va hayvoniy shahvat shundoq ko'r qilib qo'yganligini va ularning din va aql qat'iy qabul qila olmaydigan, tabiati saf kishilar nafratlanadigan shundoq yerginishlik qiliqni qilib, to'limu haddidan eshib ketganligini ularga eskartib, ularni Alloh taoloning jazosidan ogohlantirdi. Lut alayhissalomning bu go'zal nasihatiga va ogohlantirishi qarta uning qavmining javobi ozroq bo'lsin pushaymon qilib, to'g'riliqqa yo'l elish yoki bu qilmishlari sababli uningdan o'zi so'rash bo'lmadi. Balki ularning javobi Lut alayhissalomni uning ergashgan mu'minlar bilan qo'shib, yurtidan haydab chiqarib o'tishni qaror qilish bo'ldi. Ular bu qarorning sababini ochiqlab, chunki ular o'zlarini pok saqlaydigan kishilarmish deyishdi. Demak, axloqsizlik umumlashgan bu jamiyatda axloqli kishilar ayblangan. Lut alayhissalom o'z qavmini hidoyatga yetaklash uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Ularni to'xtamasdan dinga da'vat qildi. Ularga hidoyat tilab Alloh taologa duo qildi. Lekin xuddi badanga tushgan mikrobni tal to'kis ilvatmaguncha, badanning sog'lig'ini saqlag'il bo'lmagandek, jinsiy talabini erlar bilan qondirishdan, ayollarga kelishdan afzal ko'radigan bu qiliqasat paskina qavmni yer yuzidan butunlay yo'q qilib insonlar jamiyatini bu axloqsizlarning falokatlaridan saqlab qolish mumkin bo'lmaydiganligi uchun Alloh taoloning ularga qarata jazosi allaqachon belgilanib bo'lgan edi. Shunga Lut alayhissalom Alloh taolodan ularning tezroq halok bo'lishini tilgan. Shuning bilan Alloh taolo farishtalarni Sadum shahriga avatdi. Ular Lut alayhissalomga o'zlarining kelishdagi muddaosini uqtirib, Lut alayhissalom bilan oilasini qutqizib qilib, uning ayolini va barliq kofirlarni yo'q qiladiganligini aytdi. Alloh taoloning amriga asosan azob kelishdan avval Lut alayhissalom oilasi bilan birlikda yurtdan ayrildi. Ular yurtdan ayrilib yiroqlashgandan keyin Alloh taoloning azobi boshlanib, Lut qavmiga cho'ng bir zilzila yuzlandi. Ularning ustiga tosh yog'di. Ularning diyori ostin-ustin bo'lib ketdi. Shuning bilan ular butunlay dumko'mtirildi. Lut qavmining izi yer yuzidan butunlay yo'qoldi. Lut alayhissalomning ayoli kofirlarga tarafdor bo'lganligi uchun u azob keladigan bu shaharda qilib, halok bo'lg'ishlar bilan birlikda halok bo'lib tugishidi. Ey payg'ambar, axloqsizlikni odatga aylantirib, adab axloqli kishilarni jamiyatdan yeklaydigan, nafs xohishni aqlga hokim qilib olgan, jamiyatning saflig'ini bulg'aydigan mundaq paskina qavmning oqibatining qanday bo'lganligiga qarg'in va ko'rgin. Yer yuzida paskina qiliqlarni qilib, buzuqchilik deydigan mundaq bir qavmga berilgan bu yo'q qilib o'tish jazosi to'liq adolatli bir jazo edi. Mana bu Alloh taoloning qonuni bo'lib, insonlarning xotirjam hayotiga va axloqiga tahdid solgan gunohkorlarni shundoq jazolab yo'q qilib o'tadi. Bachchivozlikning jazosi. Imom Malik, bachchivoz agar balog'at ketgan biri bo'lsa, toshkesak qilib o'ltiriladi. Qiling'uchi shundoq jazolandi, deydi. Imom Abu Hanifa, qilg'uchi va qiling'uchi har ikkisi qamchi bilan urib jazolandi, deydi. İmam Şafii, bachchivoz zina qilg'uchiga berilgan jazoning o'zi berildi deydi. Bularning hammasi mazhab ulamolarning ijtihodi bo'lib, islom qonunini tatbiq qilingan davlatlarda mahkama shar'iy sharoitga qarab bir taraf qiladi. Muhim nuqtalar. Fahishning eng qabih turi erning er bilan, ayolning ayol bilan jinsiy talabni qondirishi bo'lib, bu Alloh taoloning va insonlarning nazarida eng yerginishli qiliq va ig'ir gunohdir. Lut alayhissalomning qavmining yerga dumko'mtirilib yo'qtilganligi ularning erga kelishdan iborat bu qabih gunohi yuzidan bo'lgan edi. Ikkinchi, er bilan erning jinsiy munosabat qilishi lavat yoki bachchivozlik deb ataldi. Ayolning ayol bilan
Peygamber aleyhisselam bunda kılıklarının mukaddemelerden Müslümanlarına agahlandırıp La yenzuru raculu ila avratil racul ve lel mer'atu ila avratil mer'e ve la yuftir raculu ila raculi fi sevbin vahid ve la tuftil mer'atu ilal mer'ati fi sevbil vahid. Yani erning avratiga qarmasin, ayolmu ayolning avratiga qarmasin. Er bilan er, ayol bilan ayol bir yotqanda yetmasin deb ko'rsatgan. 3. Kufrlik bilan jinoyat, jamiyat amalligiga tahdid, qarindoshlik rishasiga xiris bo'lib, falokati intayin cho'ngdir. Shuayb alayhissalomning qissasi. Bismillahirrohmanirrohim. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ترجمسي 85. ayet. Мәдиян халқыға оларның қайрындышы Шуайбны пайғамбар қылып әвәттік. О етті: Ей қавмым, Allahqa ibadet qılыңlar. Sizlərə Allahdan başqa heç qandaq ilah yoxdur. Sizlərə Rabbinglardan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan op-ochiq mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'ri ishlatinglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah zaminini isloh qilgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar. Agar ishonsanglar, shunday qilish sizlar uchun yaxshidir. 86. oyat. Sizlar kishilarga tahdid qilib, Allohga iymon etganlarni Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lni egri ko'rsatishga uringan holda yo'lda o'ltirib olmanglar. Esinglarda tutinglarki, ayni vaqtda sizlar oz edinglar. Alloh sizlarning soninglarni ko'paytdi, shuning bilan kuchlendinglar. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarab yiqinglar. 87. oyat. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning aramizda hukm chiqargan qadar sabr qilib turinglar. Allah hüküm çıkarğıçılarının en yaxşısıdır. Tafsiri. Madiyan qadimki Arab qabilalaridan birining nomi bo'lib, Madiyan xalqi Arab yarim orolining g'arbiy shimolidagi joylarda yashagan. Ular eykaliklar, Yeshil vodining aholisi deb ataladi. Eyke orman deganlik bo'lib, ular yop-yeshil o'rmonlikda yashaganlik uchun shundoq deb atalgan. Alloh taolo Madian xalqiga Shuayb alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Shuayb alayhissalom Madian xalqi orasida hurmatga sazovor obro'li kishi edi. O'z vaqtida Shuayb alayhissalom Alloh taoloning amriga asosan o'z qavmini dinga da'vat qilib va ularga nasihat qilib mundaq degan: "Ey qavmim, sizlar Alloh taologa ibodat qilinglar. Uningga hech narsani shirik keltirmanglar. Chunki sizlarga Alloh taolodan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Sizlarni yo'qdan bor qilib, dunyodagi hamma narsani sizlar uchun yaratib bergan Rabbinglar oshudir. Sizlarga mening rostli Alloh taoloning elchisi ekanligimni isbotlaydigan op-ochiq mo'jizalar va ro'shan alomatlar albatta keldi. Sizlar ilm setimishlarda o'lchamni va tarozini durust tutib, to'g'ri ish qilinglar. Kishilarning haqlarini o'lchamda va tarozida kam berib yoki olganda ortiq olib yeb olmanglar." Shuayb alayhissalom o'z qavmini o'lchamni va tarozini durust, to'g'ri lilla tutishga buyurgan. Chunki uning qavmi ilm setimishlarda tarozini durust tutmaydi. O'lchamda adolatli ish qilmaydi. Olganda ortiq qilib, sotganda kam beradi. Shunga Shuayb alayhissalom ularni Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qilgandan keyin o'lchamda va tarozida durust bo'lishga buyurgan. Xuddi Lut alayhissalomning qavmida badjuvozlik umumlashgandek, Shuayb alayhissalomning qavmidami o'lcham va tarozida kishilarni aldash umumlashgan edi.
Şuayb alayhissalom ularga xitob qilib mundaq degan: ey qavmim, alloh taolo payg'ambarlarni avatib kitoblarni tushirib insonlarning axloqini isloh qilib o'ngshig'andan keyin sizlar endi yer yuzida buzg'unchilik termanglar. Kishilarni bo'zaq qilish, ularning pul milini yo'lsizlik qilib yavilish, pora elish, zulm qilish, gunoh masiyatlarni sodir qilish, jamiyatni axloqsiz qiliqlar bilan bulg'ash qatorliq yomonliklardan qo'l o'zinglar. Ba'zi mufassirlar Alloh zaminni isloh qilgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar degan oyatni mundaq tafsir qilgan: alloh taolo insonlarni yaxshilikni suyadigan, yomonlikdan nafratlanadigan, to'g'ri va durust ish qilishni yoqtiradigan qilib yaratgan. Ondan payg'ambarlarni avatib, ularga hidoyatning yo'lini ko'rsatish orqali yer yuzidagi insonlarni isloh qilgandan keyin sizlar buni buzib, yer yuzida buzg'unchilik termanglar. Kishilarning moddiy va ma'naviy haq-huquqlariga ziyon soladigan ishlarni qilmanglar. Agar sizlar mening Rasululloh payg'ambar ekanligimga va men ilib kelgan dinning haq ekanligiga ishonsanglar, men sizlarga buyurgan va qilishni to'sgan ishlarga rioya qilish sizlar uchun dunyo va oxiratda yaxshidir. Shuni obdan bilinglarki, Alloh taoloning buyurganlarini qilish, uning to'sqanlaridan yenish ikki dunyolik xotirjamlikning va baxt saodatning kapolatidir. Ilm o'z yolg'izla insonlarni yomon ishlardan yanadigan, yaxshi ishlarni qiladigan qilib chiqolmaydi. Ilm bilan iymon ikkisi birlashganda insonni to'g'ri yo'lga va baxt saodatga yetaklaydi. İnsanlardaki yaxshilikni söyish, yomonlikdan nafratlanish tuyg'usi faqat iymonning kuchi bilan harakatga o'tadi. Chunki iymon mo'min odamning qalbidagi qo'zg'atqich kuchdir. Shunga mo'min odam ilm yo'li bilan yaxshi yomonni, to'g'ri xatoni bilib olgandan keyin qalbidagi iymonining kuchi bu bilganlarni amalga oshiradi. İymonining talabi bo'yicha ish ko'rib, bilganlarga amal qiladi. Şuayb alayhissalom o'z qavmiga yana mundaq degan: ey qavmim, yo'llarda o'ltirib kishilarni iymondan to'smanglar. Ularni iymon etganlarning oqibati yomon bo'ladi deb yolg'ondan qo'rqitmanglar. Darvaqa Quraysh qabilasining katta boshlari musulmonlarni ana shundoq deb qo'rqitadi. Ey qavmim, Alloh taoloning dinini kishilarga yomon ko'rsatib, uningdagi haqiqatlarni burmilab, ondan Alloh nomidan yolg'on etib, uning dinining kishilarning nazarida va tasavvurida agri va xato bo'lishini orzu qilmanglar. Alloh taoloning ne'matlarini asli tutinglar. Unutmanglarki, sizlar soninglar oz, nomrat edinglar. Alloh taolo sizlarga yomg'irning barakati bilan sizlarga ko'p ehsonlarni ato qildi. Ziraatlaringlarni mo'l-o'sullik qilib berdi, pul-mollaringlarni ko'paytirib berdi, soninglarni oshirib berdi, sizlarga yuz obro'y, kuch-quvvat ato qildi. Sizlar ilkinglardagi bu ne'matlarning qadriga yetinglar va bu ne'matlarni ato qilgan zotni unutmanglar. Shunday qilsanglar, sizlar Alloh taologa qanchalik ko'p shukr qilsanglarmi, ozlik qildiganligini bilib yetisizlar. Ad Samud qavmlari va Lut alayhissalomning qavmining o'z qilmishlari sababli qanday halok qilganligini unutmanglar. Ey qavmim, sizlardan bir guruh odam men ilib kelgan dinga iymon etsa, yana bir guruh odam uningga iymon etmaydi. Bu insonlarning qadimdagi va hozirdagi o'rtaq xarakteridir. Ahvol shunday ekan, ey iymon etganlar, sabr qilinglar. Alloh taolo ular bilan bizning o'tirimizda hukm chiqargan qadar sabrchan bo'linglar. Chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qilguvchi va adolat bilan hukm qilguvchidir. Alloh taolo haqiqiy mo'minlarga yordam qilganligini, zolimlarni, buzg'unchilarni halok qilganligini azaldan shunday bitib o'tgan. Alloh taolo hukm qilguvchilarning eng yaxshisidir. Muhim nuqtalari: aqida tarafdan barliq payg'ambarlarning da'vati birdir. Ularning hammasi kishilarni bir Allohga e'tiqod va ibodat qilishga chaqirgan. Ikkinchi, tarozda o'lchamda durust bo'lmaslik, olganda ortiq qilib sotqanni kam berish eng og'ir gunohlardan bo'lib, bundoqlarning topgan mol dunyosi va yeganlari cheksiz haromdir. Harom yeguvchilarning ibodatlari va duolari qabul bo'lmaydi. Uchinchi, kishilarni Alloh taoloning dinidan to'squvchilar, haqdan o'chmanlik qilguvchilar oxirgi hisobda bu dushmanlikning jazosini tortmay qolmaydi. Şuayb alayhissalomning qavmining pozitsiyasi. Bismillahirrohmanirrohim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Tercümesi 88. ayet. Şuayb kavminin akavur katta başları, iyi Şuayb, seni çokum sana iman etkanlar bilen koşup şehrimizden heydep çıkarımız. Ya ki sizler çokum bizden dinimizge qaytışanlar kerek dedi. Şuayb, biz yaktırmasak mı dininglarga mecburlamsizlar dedi. 89. ayet. Şuayb yeni etti. Allah bizni dininglardan qutuldurgandan keyin yana onunga qaytsak, albatta Allah namıdan yalganni to'qigan bo'lamiz. Rabbimiz Allah halimizla biz sizlarning dininglarga hargizmi qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga olgan. Biz Allohga tavakkul qildik. Ey Rabbimiz, biz bilan qavmimiz orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisisan. Tefsiri. Şuayb aleyhisselam öz qavmini Allah Taala ibadet qilishga, o'lchamni va tarozini to'g'ri tutishga, yer yuzida buzg'unchilik termaslikqa da'vat qilganda, uning qavmining iymon etishdan bosh tortgan hakavur katta boshlari uni iymon etganlar bilan qo'shib yurtidan haydab chiqardiganligi haqida uningga tahdid soladi. Chunki ularning nazarida Şuayb aleyhisselam ilib kelgan bu yangidan ularning ajdodlaridan qolgan butparastlik dindan afzal emas edi. Agar ular Şuayb aleyhisselamdan qutulsa, ajdodlarining diniga qarshi fikrlarga xotimi berilgan bo'ladi. Shunga ular Şuayb aleyhisselam bilan uning ergashgan mu'minlarni ya yurtidan haydab chiqarilishga rozi bo'lish yoki qabul qilgan bu yangi dindan yenib ajdodlarining diniga qaytishdan iborat ikki yo'lning birini tanlashga qistaydi. Şuayb aleyhisselam ularga biz yoqtirmasaqmi dininglarga majburlamsizlar, ya'ni sizlar biz xohlamaydigan ishga zo'rlamsizlar. Biz amdi hidoyat topgandan keyin yana sizlarning shu botil dininglarga qaytamdiq. Sizlar iymonning qalbda qanchalik mahkam o'rin oladiganligini va bizning aqidamizning naqadar mustahkam ekanligini bilmamsizlar, deb radiya berdi. Şuayb aleyhisselam ularning talabini qabul qila olmaydiganligini ilmiy yo'sinda tushuntirish uchun ularga Allah bizni dininglardan qutuldirgandan keyin yana uningga qaytsak, albatta Allah nomidan yolg'onni to'qigan bo'lamiz deydi. Chunki kufrlik ya Allah Taolani inkor qilish, yoki uningga mahluqotni shirik keltirish va yoki Allah nomidan yolg'onni to'qish bilan amalga oshirgan narsa bo'lib, Şuayb alayhissalomning qavmidagi kufrlik mahluqotni Allah Taologa shirik keltirish va Allah nomidan yolg'onni to'qish bilan o'tirg'i chiqqan edi. Chunki u qavm Allah Taolo buyurmagan xurofotlarni Allah Taolo buyurgan degan muddao bilan qiladi. Şuayb aleyhisselamның ularga bergan raddiyasi noyati joyida bo'lgan. Chunki haqiqatni tunib hidoyat yo'liga kirib bo'lgandan keyin iymondan yenib olishning gunohi odatdagi kufrlikning gunohidan albatta cho'ngdir. Şuayb aleyhisselam bilan uningga iymon etgan mu'minlarning qavmining tahdidlaridan qo'rqib iymondan yenib olishi qat'iy mumkin emas edi. Shunga Şuayb aleyhisselam o'zining iymondan qaytmaslikdan iborat keskin irodasini jakarlab mundaq deydi. Bizni hech kim iymonimizdan qaytara olmaydi. Sizlarning botil dininglarga qaytishimiz mumkin emas. Faqat Alloh taolo shuni iroda qilgan bo'lsa, u chaqda ish boshqacha bo'ladi. Chunki qalblarni boshqargan va uni o'zgartirib turgan zot Alloh taolodir. Ammo biz dinimizdan o'z ixtiyorimiz bilan hargiz yonmaymiz. Alloh taoloning ilmi keng, fazl karami cheksizdir. Alloh taolo mahluqotning butun ahvolini bilib turadi. U bandlarga faqat
yaxshilikni iroda qiladi. Mundaq mahkam e'tiqodning egasi bo'lgan mo'minlarning iymonidan yenib bilishi qat'iy mumkin emas. Tahdidlar ularni qat'iy ta'virlatolmaydi. Ularning yurak so'zi biz faqat Allohga tavakkul qildik deyishdan iboratdir. Şuayb alayhissalom qavmining iymon etishdan umidini uzgandan keyin Alloh taologa iltijo qilib, "Ey Robbimiz, biz bilan qavmimiz orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisisan. Ya'ni ey Robbimiz, biz bilan qavmimizning orasini sen ayirib qo'ygin. Aramizda adolating bilan hukm chiqargin va ular bilan bizning yo'limizni ayirib etgin" deb duo qiladi. Muhim nuqtalari: haqiqatning jakorchilarga kuchi yetmasa, ilmiy munozir bilan qarshi turishning o'rniga ularga tahdid silish, ularni yurtidan qo'g'lab chiqarish nomard kofirlarning psixikasidir. Ikkinchi, qandaqdir bir ishning to'g'riligi isbotlangandan keyin uni qabul qilishdan bosh tortish haqiqatdan yuz o'rganlik bo'lib hisoblanadi. Uchinchi, haqiqiy iymon insonda zulm va tahdidlar oldida bosh egmaydigan politik irodani yetishtiradi. Alloh taoloning payg'ambarlari ana shunday irodalik azmatlar edi. Kafirlarning aqibati. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Tercümesi 90. ayet. Onun qavmining kufrida chang turib olgan katta boshlari, agar sizlar Shuaybga ergashsanglar, shubhasizki cho'qim ziyon tortisizlar dedi. 91. ayet. Ular qattiq yer tavrashga tutilib, o'ylarga o'ltirgan peti qetib qoldi. 92. ayet. Shuaybni inkor qilganlar halok bo'lib, go'yo bu yerda yashamagandek bo'lib ketdi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortqishlarning dal o'zi bo'ldi. 93. ayet. Shuayb ulardan yuz o'rib, "Ey qavmim, men sizlarga albatta Robbimning farmonlarini yetkazdim va nasihat qildim. Amdilikda men qandoqmi kofir qavm uchun qayg'uray" dedi. 90. ayet. Biz qaysi shaharga biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, u shaharning aholisini iymonga kelib, Allohga yolvorsin deb nomrodlikqa, kasallikka giribtor qildik. 95. ayet. Andın bu külpetni nimetga almashtirdik. Shuning bilan ular mol dunyo va farzand jihatdan ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizga shunday külpetlar, nimetlar kelgan edi dedi. Ya'ni ibrat olmadi va iymon etmadi. Shuning bilan ular tuymay qolganda ularni ushtum tut halok qildik. Tafsiri. Madyan xalqining kufrida ching turib olgan va iymon etishdan bosh tortgan katta boshlari o'zlarining nazarida ojiz va bechora sanalgan mo'minlarni Shuayb alayhissalomdan yiroqlashtirish va ularni iymondan yondirish uchun ularga agar sizlar Shuaybga iymon etishga va uning diniga ergashishga davomlashtirgan bo'lsanglar, sizlar birinchidan hurmat, izzatinglardan ayrilib qolasizlar. Chunki sizlar u chog'da o'zinglar bilmaydigan bir yangi dinni deb ajdodlaringlarning dinidan voz kechgan bo'lasizlar. İkinciden, mal dünyalaringlarni ko'paytirish va sodada ko'proq foyda tepish fursatidan ayrilib qolasizlar. Chunki sizlar u chog'da o'lchamda va tarozda kam tortib berolmaysizlar. Demak, sizlar Shuaybga ergashishni davomlashtirsanglar, har tarafdan ziyon tortib qolasizlar dedi. Shuayb alayhissalomning qavmi ichidagi kufrida chang turib olgan hakavur katta boshlar bir oyatda Shuayb qavmining iymondan bosh tortgan hakavur katta boshlari deb sifatlangan bo'lsa, yana bir oyatda uning qavmining kufrida chang turib olgan katta boshlari deb sifatlangan. Chunki
Алдыңғы ayetdə ularning cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganligi va mo'minlarga ularni yurtidan haydab chiqarish bilan tahdid solganligi bayon qilingan bo'lsa, keyingi ayetdə ularning kishilarni Alloh taolaning dinidan to'sganligi bayon qilingan. Ularning jazosi qattiq bir yer tavrish bilan halok qilinishdan iborat bo'ldi. Ular turgan Madina shahrining qattiq bir tavrinish bilan ular turgan yerida qetib qoldi. Ularning yurti xuddi ilgari hech kim yashab boqmagandek xarobiga aylanib qoldi. Ular Şuayb alayhissalomga yurtidan haydab chiqarish bilan tahdid silibdi. Alloh taolo ularni yurtidan butunlay mahrum qilib etdi va jahannamga yo'lladi. Nerede to'xtab qoldim? Ularning jazosi qattiq bir yer tavrish bilan halok qilinishdan iborat bo'ldi. Ular turgan Madina shahrining qattiq bir tavrinish bilan ular turgan yerida qetib qoldi. Ularning yurti xuddi ilgari hech kim yashab boqmagandek xarobiga aylanib qoldi. Ular Şuayb alayhissalomga yurtidan haydab chiqarish bilan tahdid silibdi. Alloh taolo ularni yurtidan butunlay mahrum qilib etdi va jahannamga yo'lladi. Şuaybni yolg'onga chiqarganlar ziyon tortquchilarning dal o'zidir degan oyat ularning agar sizlar Şuaybga ergashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar degan so'zga raddiya edi. Shaksizki, kofirlar dunyo va oxiratda ziyon ichidadir. Madina aholisidan kufrida cho'ntirib olganlar halok qilingandan keyin Şuayb alayhissalom ulardan yuz o'rib, "Ey qavm, men sizlarga albatta Rabbimning farmonlarini yetkazdim va nasihat qildim. Men endi qanday kofir qavmga qayg'uray? Ya'ni, ey qavmim, haqiqatan men sizlarga Rabbinglarning amr farmonlarini to'liq yetkazdim. Sizlarning dunyo va oxiratlik baxt saodat yo'linglarni ko'rsatib berdim. Iymonning mukofoti bo'lgan jannat bilan xush xabar berdim. Kufrida cho'ntirib olishning yomon oqibatidan sizlarni ogohlantirdim. Shunday qilsam, sizlar mening so'zimga kirmadinglar. Iymondan yuz o'rdinglar. Nihoyat Alloh taolaning azobi sizlarni halok qildi. Bu ahvolda men endi sizlarga qanday qayg'uray deydi. Biz qandaqlı bir shaharga biror payg'ambar avatgan bo'lsak, o shahar aholisining iymondan bosh tortmasligi va gunohlarga tavba qilib, Alloh taolaga iltijo qilish uchun ularni ocharchilikqa va nafratlikqa mubtalo qilish bilan sinadik. Bu Alloh taolaning azaldan tutgan yo'li bo'lib, u o'zgarmaydi. İnsan əsushini yig'ib, aqlini tepib, Rabbi tarafga yo'l olsin va unga yolvursin deb, ularga avval qiyinchiliklarni va ziyon zahmatlarni avatib qo'ydi. Ba'zi kishilar bu qiyinchiliklardan qutulish yo'lida Alloh taolaga yolvurish orqali o'z yo'lini topadi. Ammo ko'p sonliqi bunday qiyinchiliklar va kulfatlar bilanmi to'g'ri yo'lga kirmaydi. Chunki bundaqlarning ahvoli فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Yani ularga bizning azobimiz kelgan chaqda nimishqa bizga yelinmadi. Lekin ularning dillari qetib ketgan, shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatgan edi. Degan oyatda bayon qilingan baxtsizlarning ahvoliga o'xshaydi. Alloh taolo ularga ig'ir kulfatlardan keyin kengrichilik va bayashatlik turmush ato qilsa, ulardagi namratlikni boyliqqa, kulfatni rohatga o'zgartib bersa, ular bu yaxshilikni Alloh taolodan ko'rmay, bizning ota-bovlarimizga shunday kulfatlar, ne'matlar kelgan edi.
Ya'ni bu ajdodlarimizning beshig'imi kelgan normal ahvoldir. Buning Şuayb bizni ogohlantirayotgan azob bilan hech bir munosabati yo'q dedi. Demak, ular Alloh taolaning iltifotini va marhamatini to'nimadi va e'tirof qilmadi. Shuning bilan ular Alloh taolaning qattiq jazosiga uchrab, tuyuqsiz turgan paytida dahshatli azob bilan halok qilindi. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Yani ular özleriga qilingan nasiyatni unutgan chaqda sinash uchun ularga paravollikning hamma eshiklarini yechib etdik. Ular o'zlariga berilgan ne'matlar bilan ko'ranglab turganda ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Ey aql egalari, o'zlarining payg'ambarlariga osiylik qilgan, iymon etishdan va ularning dag'dam yo'lida mengishdan bosh tortganlarning ibratlik oqibatlaridan pand nasihat elinglar. Chunki Alloh taolaning inkorchilarni jazolashdagi yo'li mushundaqdir. U o'zgarmaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, qiyinchiliklarga va to'salg'ularga chidamchanlik bilan bardoshlik berishning mukofoti g'alabadir. Ikkinchi, hakovurlikning va mutakabbirlikning oqibati xorliq va rasvolikdir. Uchinchi, o'z qilmishlari sababli halok qilingan qavmlar uchun qayg'urish o'rinsizdir. Alloh taolaning ummatlarga tutgan yo'li. Bismillahirrohmanirrohim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Tercümesi 96. ayet. Peygamber avatilgan shaharlarning aholisi iymon etgan va gunoh masiyatdan saqlangan bo'lsaydi, albatta ularga osmon zaminning barakatlarini yog'dirib berdik. Lekin ular payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. 97. ayet. Payg'ambarlarni inkor qilgan shaharlarning aholisi bizning azobimizdan ular kechasi uxlayotgan chog'larda tuyuqsiz kelishidan xotirjam bo'la olamdi. 98. ayet. U shaharlarning aholisi bizning azobimizdan chashgoh vaqtida ular o'yin tomosha qilayotganda kelishidan xotirjam bo'la olamdi. 99. ayet. Ular Allohning chora ko'rishidan xotirjam bo'la olamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning chora ko'rishidan qo'rqmaydi. 100. ayet. Zaminda ilgari yashaganlardan keyin o zaminga varis bo'lg'uvchilarni xohlasak gunohlari tufaylidan halok qilganligimiz ularga ayon bo'lmadimi? Biz ularning dillarini pechatlab etimizda ular haq so'zni anglamaydigan bo'lib qoladi. 101. ayet. Ey payg'ambar, ashu shahar aholisining ba'zi xabarlarini sana bayon qilib beramiz. Shak shubsizki, ularning payg'ambarlari ularga haqiqatning o'p-o'chiq dalillarini elib kelgan edi. Ular ilgari haqiqatni inkor qilganlik uchun iymon etmadi. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pichatlaydi. 102. ayet. Biz ularning to'lisida hech bir ahdiga vafo qilish deganni ko'rmadik. Aksicha, ularning to'lisining haqiqatan Allohga itoat qilishdan boshlatgan fasq ekanligini ko'rdik. Tafsiri. O'zlariga avatilgan payg'ambarni inkor qilgan shahar aholilari agar kufrlik qilishning o'rniga iymon etgan, asiylik qilishning o'rniga itoat qilgan, payg'ambarlarga qarshi chiqishdan va Alloh
va Alloh taologa osiylik qilishdan saqlangan bo'lsa edi, albatta Alloh taolo ular uchun osmon va zaminning barliq yaxshiligini ato qilgan, barakatning eshiklarini ularga ichib etgan, ularni bayashotliq turmushga ega qilgan bo'ladi. Lekin ular inkor yo'lini tanladi. Payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Kufrlikni iymondan a'lo ko'rdi. Ozg'unlikni hidoyatdan afzal ko'rdi. Shuning bilan Alloh taolo ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qilib etdi. Ularni halok qilgandimi, ular xotirjam turgan chog'larda tuyuqsiz halok qilib etdi. Alloh taoloning payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlar uchun tutgan yo'li ana shundaqdir. Bu ilohiy qonuniyat bo'lib, u hargiz o'zgarmaydi. Alloh taoloning diniga qarshi chiqqanlar qaysi zaman Alloh taoloning diniga qarshi chiqqanlar qaysi zaman va nerda bo'lsa bo'lsin, ular cho'qim jazosini tetadi. Ahvol shundoq tursa, Muhammad alayhissalomni inkor qilgan Makkaliklar Alloh taoloning azobidan qandoqmi qo'rqmaydigandi? Ular qandoq xotirjam yuriydigandi? Ular o'zlariga bu azobning kechalari g'aflatda uxlab yotgan paytlarda yoki chashgoh vaqtida o'yin tomosha bilan g'aflatda qolganda kelishni qo'rqmamdigandi? Ular Alloh taoloning diniga qarshi chiqqan, kishilarni bu dinga kirishdan to'sgan, payg'ambarga dushmanlik qilgan, uningga aziyatning hamma turini yetkazib turib, qandaqmi Alloh taoloning jazosini xotirjam bo'laolmaydigandi? Ular o'zlaridan ilgari o'tgan inkorchi qavmlarning oqibatidan ibrat olmamdigandi. Ilgari o'z gunohlari tufaylidan halok qilinganlarning yer makonlariga ega bo'lib turayotgan arab mushriklari o'zlarining bu zamindan quruq qoldiganligini va ilgirkilarga o'xshash halok qilinganligini bilmamdigandi. Aqlli odam Alloh taoloning azobidan hargiz xotirjam bo'la olmaydi. Hatto jannat ahli bir puti jannatning eshigida bo'lsa-mu, yanada xotirjam bo'la olmaydi. Ahvol shundoq tursa, bu gunohkor qavmlar qandoqmi xotirjam yuradigandu? Agar Alloh taolo xohlasaydi, Makka mushriklarini xuddi ilgirki inkorchi qavmlarni jazolagandek jazolagan va yer yuzidan yo'q qilib etgan bo'ladi. Ey payg'ambar, biz til qolgan ashu shahar aholisining ba'zi ibratli qissalarini sana bayon qilib beryapmiz. O'z vaqtida payg'ambarlar o'zining haq payg'ambar ekanligini isbotlash uchun ularga haqiqatning ochiq dalillarini va ro'shan mo'jizalarni ilib kelgan edi. Lekin u qavmlar mo'jizalar kelishdan ilgari va da'vatning haq ekanligini bilishdan burun haqdan inkor qilganlik uchun dalillar va mo'jizalar kelgandan keyinmi yana inkor qilishni davomlashtiraverdi. Ularga mo'jizaning va nasiyatning hech qanday foydasi bo'lmadi. Ey payg'ambar, Alloh taolo ilgirki inkorchi qavmlarning dillarini pechatlab etgandek, bu mushriklarning dillarini pechatlab etgan. Shu ular sana ergashmaslikda ching turmoqda. Sen ularning iymon etmaganligi uchun qayg'urib ketmagin, afsuslanmagin. Ularning ko'p sonliqi va'daga vafo qilish deganlarni bilmaydi. Ular va'dasini buzadi, so'zida turmaydi. Bundaq bir qavmning iymon etmaganligi sababli hargiz qayg'urmagin. Muhim nuqtalari. İbretlik qissalarni so'zlab berish kishilarni dinga da'vat qilishning usullaridan biri bo'lib, qissalar ibrat olg'uchilar uchun foydalidir. Ikkinchi, Alloh taoloning zolimlarni darhol jazolamasligi, ularga qilmishlarga tavba qilib, haqiqatga qaytish fursati berish va tadrijilik bilan gunohini ko'paytib, ibratli holda qattiq jazolab yo'q qilish uchundir. Alloh taolo insonga sonsiz ne'matlarni ato qilib, hurmatli qilganligining badliga ulardan iymon bilan taqvolikni so'raydi. Iymon etishning va taqvolik qilishning foydasi insonlar uchundir. To'rtinchi, Alloh taoloning jazosiga yo'liqib qilishdan ansiramaydiganlar oxiri ziyon tortquchilardir. Chunki kofirlar Alloh taologa va uning jazosiga ishonmaganligi uchun undan qo'rqmaydi. Ammo ular tuyuqsiz jazolangan chog'da pushaymon qilganning foydasi bo'lmaydi. Musa alayhissalomning qissasi. Bismillahirrohmanirrohim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم. Tercümesi 103. ayet. Andın ulardan yine mezkur peygamberlerden keyin Musa'nın möcüzlerimiz bilen Firavunga ve onun kavmiga avatdik. Ular bu möcüzlarni inkar qildi. Buzg'unchilarning aqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. 104. ayet. Musa aytdi: "Ey Firavun, men haqiqatan alamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman." 105. ayet. Allah nomidan faqat haqiqatni aytishga loyiqman. Men Rasululloh Robbinglar tarafidan sizlarga mening payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan mo'jiza olib keldim. Shuning uchun İsrail avlodini men bilan ketkil qo'ygin. 106. ayet. Firavun, agar sen bir mo'jiza olib kelgan bo'lsang, bu gapingda rasullardan bo'lsang, qani uni bizga ko'rsatgin dedi. 107. ayet. Musa hasisini tashladi, u shu hamon aniq bir ejdahoga aylandi. 108. ayet. Qo'lini qo'ynidan chiqarib edi, u shu hamon qarg'uvchilarga nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. 109. ayet. Firavun qavmidan bo'lgan katta boshlar aytdi: "Bu Rasululloh nihoyat usta sehrgar ekan." 110. ayet. O sizlarni yurtinglardan haydab chiqarib etmoqchi. Firavun aytdiki, "Undaqda nima maslahat bersizlar?" 111. ayet. Ular aytdi: "Uni va uning qarindoshi Harunni bir oz saqlatgin. Shaharlarga sehrgarlarni yig'adigan kishilarni avatgin." 112. ayet. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga ilib kelsin. 113. ayet. Sehrgarlar Firavunning qishig'i keldi. Ular, agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. 114. ayet. Firavun, "Ha, uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarimdan bo'lib ketisizlar" dedi. 115. ayet. Ular, "Ey Musa, tashlaydigan narsani sen avval tashlamsan yoki biz avval tashlamdik" dedi. 116. ayet. Musa, "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular sehrgarlik buyumlarini tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni qattiq cho'chitib va cho'ng bir sehrni ko'rsatdi. Tafsiri. Musa alayhissalomning qissasi boshqa payg'ambarlarning qissalaridan albatta farqlidir. Chunki boshqa payg'ambarlardan har biri o'z qavmiga payg'ambar qilib avatilgan bo'lsa, Musa alayhissalom ham o'z qavmi bo'lgan Isroil avlodiga, ham Firavun va uning qavmiga payg'ambar qilib avatilgan edi. Musa alayhissalomning mo'jizasi o'z vaqtida nurg'un kishilarni qoyil qilgan alohida cho'ng mo'jiza edi. O'z vaqtida Musa alayhissalomning diniga o'zining qavmidan boshqa nurg'ulg'an qavmlar kirgan. Musa alayhissalomning shariati din va dunyolik ishlarni rad silish, mustaqil qonun tizimiga ega ulgulik bir ummatni barpo qilish jihatlardan Muhammad alayhissalomning shariatiga o'xshab ketadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Qur'on Karimda Musa alayhissalomning qissasi intayin ko'p bayon qilingan. Musa alayhissalomning nomi sharifi 100 ga yaqin joyda tilga olingan. Oldingi oyatlarda qissalari bayon qilingan ashu payg'ambarlardan keyin Allah Taala Musa alayhissalomni uning payg'ambarligiga va rostchilligiga dalolat qilgan kuchli mo'jizalar bilan Firavun va uning qavmiga avatgan edi. Ammo ular bu mo'jizalarni inkor qilish orqali Musa alayhissalomga zulm qildi. Shaksizki, zulm bilan kufr ikkisi qo'sh kezakdir.
Firavun ve onun təbələri Musa aleyhisselam ve onun möcüzələrini inkar qilish bilan hem özleriga hem başqalarına zulm qilgan zalimlar edi. Çünki ular Musa aleyhisselamның dinini inkar qilish bilan to'xtab qolmay, kishilarni uning iymon etishdan to'sdi. İman etganlarni qattiq qiyin qistoqlarga oldi. Musa aleyhisselamның Firavun ve onun təbələri peyğəmbər bo'lib əvətilganligi bir haqiqatdir. Ammo Musa aleyhisselam öz qavmiga peyğəmbər emas edi. degan ma'noga kelmaydi. Balki Musa aleyhisselam İsrail avlodini Firavunning zulmidan qutuldirish uchun avatilgan payg'ambar edi. Chunki İsrail avlodi Firavunning tavallari tarafidan ezilgan bir qavm edi. Misrliklarmi iymon etishga hozir edi. Agar Firavun va uning tavallari iymon etsa, butun xalq iymon etadi. Shunga Musa aleyhisselam Firavunga avatilgan deyiladi. Ey payg'ambar, buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganligiga qarag'in. Ularning oqibati albatta ibratli halokatdan iborat bo'lgan. Musa aleyhisselam Allah Taala'nın emri bilan Firavunni iymonga da'vat qilg'ili bordi va uningga o'zining olamlarning Robbi tarafidan avatilgan rostchil elchi ekanligini, Alloh nomidan faqat rost so'zni aytadiganligini, o'zining payg'ambar ekanligini dalillash uchun alohida bir mo'jiza bilan avatilganligini aytdi. Ondan Firavunning İsrail avlodini qulluqdan ozod qilib, o'z yo'li qo'yib berishini va ularning uning bilan birga Falastinga ketishga ruxsat qilishini so'raydi. Ammo Firavun Musa aleyhisselamning so'rag'anlariga javob berishdan burun uningdan u ilib kelgan mo'jizasini ko'rsatib beqishni talab qildi. Musa aleyhisselam Firavunning talabiga so'z bilan emas, balki amaliyot bilan javob bermoqchi bo'lib, qo'lidagi hasini yerga tashlaydi-da, hasa shu aman bir yo'g'on ajdahoga aylanib harakat qilishga boshlaydi. Ondan qo'lini qo'ynidan chiqarish bilan uning qo'li nur chaqnatib turgan holda oppoq bo'lib ko'rindi. Buni ko'rgan Firavun tavallari va Misrliklarning katta boshlari o'zlarining hayronligini bosolmaydi. Musa aleyhisselamga shu aman tuhmat qilishga boshlab, bu rostla noyid usta sehrgar ekan deydi. Ondan ular o'z tavallarini Musa aleyhisselamga qarshi quturtish uchun Musa aleyhisselamning sehr orqali ularni yurtlardan haydab chiqarmoqchi va ularning hukmronligini qo'lidan ilib olmoqchi bo'lganligini da'vo qiladi. Yana bir oyatda Firavun tavallarining Musa aleyhisselam bilan uning qarindoshi Harun aleyhisselam qilgan so'zi mundaq bayon qilingan. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Yani ular sen bizge ata boğularımızdan dindin bizni vazgeçtiriş ve bu ziminin saltanatini ikkinlarının kılıveliş için keldin mi? Biz ikkinlarga herkes işinmeymeyiz dedi. Şunun bilan Firavun öz tavallarini yig'di va ulardan Musa aleyhisselam bilan uning qarindoshi Harun aleyhisselam ikkisining ishini qanday qilish to'g'riliq maslahat so'rab, undaqda nima maslahat berisizlar deydi. Firavun tavallarining javobi bu ikkisi uchun oldirab hukm chiqarmaslik va butun shaharlarga maxsus odamlarni avatib, barliq usta sehrgarlarni yig'ib kelib, bu ikkisining sehrini barbod qilish taklifini berishdan iborat bo'ladi. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أنى. Yani Firavun etti. Hey Musa, sen sehringe tayanıp bizni yurtimizden çıkarıp etiş için geldin mi? Bilip koygun ki biz mi sana şununla okşaş sehir bilen takabül turmiz. Sen bilen bizning aramızda yığılıdığan vaktini ve münasip çayını belgilep bergin. Sen mi biz mi onu ıxlaplık kılmaydı. Musa aytdi. Sizlar bilan kelishgan vaqtimiz bayram kuni bo'lsin. Kishilar chashgoh vaqtida yig'ilsin. Firavun qaytib ketib, yelisini, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan va'dalashgan vaqti keldi. Misrning har qaysi joylaridan chaqirib kelingan sehrgarlar hammasi hozir bo'lib, Firavunning oldiga kelishdi va uningdan agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi deb so'rashdi. Firavun darhol javob berib, "Ha, uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarimdan bo'lib ketisizlar" deb ularni xotirjam qildi. Va'dalashgan kun yetib kelganda hamma bir yerga yig'ildi. Sehrgarlar Musa aleyhisselamdan sehrni avval qaysi taraf ko'rsatadiganligini so'raydi. Musa aleyhisselam avval ularni ko'rsatishini aytdi. Shuning bilan sehrgarlar o'zlari tayyorlab kelgan barliq sehrgarlik hunarlarini ko'rsatdi. Ko'zlarni olchakman qiladigan tez harakatlar,
sima pishiltib bahasini harakatlantirish, ko'zlarga ta'sir qilgan isiriqlar qatorliqlarning hammasini ishlatadi. Sehrgarlar bu harakatlari bilan kishilarni rostliq qoyil qiladi va ularni qattiq cho'chitib o'tadi. Xalqning nazarida ular haqiqatan cho'ng bir sehrni ilib kelgan edi. Qur'on Karim mazkur sehrgarlarning sehrlarini saharu a'yunan nas, ya'ni kishilarning ko'zlarini bog'ladi va yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, ya'ni ularning sehrining ta'sirida uningga tez mengayotgan yilondek tuyuldi degan oyatlar bilan sifatlagan. Chunki sehr degan odamni xuddi rost ishda xayol qildirgan, ammo haqiqati yo'q narsa. Buningdan sehr bilan mo'jizaning farqini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Chunki mo'jiza payg'ambarning qo'lida amalga oshadi, ammo sehr fosiq odamning qo'lida amalga oshadi. Qadimgi misrliklar kishilarga sehr qilishni o'rgatdi. Sehrning turlari intayin ko'p edi. Ammo mo'jiza o'rganish bilan emas, faqat Alloh taolaning qudrati bilan payg'ambarning qo'lida o'tirg'a chiqargan odatdan tashqari ishdir. Musa alayhissalomning mo'jizasining sehrni barbod qilgan mo'jiz bo'lganligi, shu zamonlarda sehrgarlikning intayin zo'r darajada taraqqiy qilganligi va Misrda sehrning umumlashganligidan edi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Musa alayhissalom Qur'on Karimda qissasi eng ko'p bayon qilingan va azimatli payg'ambarlar deb atalgan 5 cho'ng payg'ambarning biridir. Ular Nuh, Ibrohim, Musa, Isa va Muhammad alayhissalomlardir. İkinci, haqiqatni e'tirof qilmasdan haqoratlik qilgan va Alloh taologa xos bo'lgan ilohiy sifatlarni talab qilganlarning jazosi kechiktirilmaydi. Masalan, o'zini iloh deb olgan Firavnning suvda g'arq bo'lib jazolanganiga o'xshash. Uchinchi, sehrgarlik Alloh taolo yomon ko'radigan xatarli kasbning biri bo'lib, sehrgarlik qilguvchilar Qur'on Karimning hukmi bo'yicha kofir bo'lguvchilardir. Musa alayhissalom va Firavnning sehrgarlari. Bismillahirrohmanirrohim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذان لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Tercümesi 117. ayet Musa'ga Asa'nı taşlığın deb vahiy qildik. Onun hasi ejderhaga aylanıp, ularning saxta narsalarni darhol yutibdi. 118. ayet. Şunun bilan haqiqat o'tirg'a chiqdi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. 119. ayet. Bu yerda Firavun va uning ergashchilari mag'lub bo'ldi va xor bo'lib ketdi. 120. ayet. Sehrgarlar sajdaga o'zini otdi. 121 va 22 oyatlar. Ular dedi: "Biz olamlarning Robbiga, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik." 123 oyat. Firavun aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib uning iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahardagi chog'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun oldin planlagan hilanglar ekan. Sizlar beshinglarga keldiganni uzoqqa qolmay bilib qolsizlar." 124 oyat. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni o'ng so'l qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesib tashlayman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'asiman. 125 oyat. Sehrgarlar aytdi: "Biz zodi Robbimizga qaytqushlarmiz." 126 oyat. Sen Robbimizning oyatlari bizga kelgan hamon uning iymon etganligimiz uchunla bizdan o'chilyapsan. Ey Robbimiz, bizga zo'r savrchanlik ato qilgin. Bizning jinimizni musulmon holatimizni olgin. Tafsiri. Bu oyatlar Musa alayhissalom bilan
Piravinning sehrgarlari o'ttirsidagi munozirni va sehrgarlik hunarlarini bayon qilgan. Sehrgarlar sehrlarini ko'rish uchun arg'amchilarni va g'ashlarni yerga tashlab, ko'rguvchilarning nazarida ajoyib qo'rqinchli ilonlarni ko'rsatgandek qilishdi. Ko'rguvchilarning ko'ngliga qo'rqinch soldi. Bu vaqtda Piravin va uning tavalari Musa alayhissalomni yengib, g'alaba qilganligiga rasmiy ishonch bog'ladi. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomga hasini tashlashni amr qilib vahiy qildi. Musa alayhissalom tashlagan hasa tirik ejderhoga aylanib, sehrgarlarning yerga tashlagan barliq narsalarni bir-birlab yutib İbn Abbas raziyallohu anhu mundaq degan: Musa alayhissalomning hasi sehrgarlarning tashlagan narsalarning hammasini yutib etgan. Ularning sehrlarini butunlay barbod qilib etgan. Ondan sehrgarlar Musa alayhissalom qilgan bu ishning sehr emas, balki ilohiy mo'jiza ekanligini shu hamon bilgan va Alloh taologa bo'ysunganligini izhor qilib sajdaga bosh qo'ygan. Sehrgarlar haqiqatni bilgandan keyin Musa alayhissalomning sehrgar emas, balki Alloh taoloning payg'ambari ekanligini e'tirof qilishdi. Shuning bilan ularning hammasi Alloh taologa iymon etdi. Musa alayhissalom Alloh taoloning yordami bilan bu alohida kunda butun xalqning oldida Piravin tavallarining sehrgarlarini yengib chiqdi. Piravin tavallarini bo'lsa yerga qaratdi. Sehrgarlar Alloh taologa iymon etib sajdaga bosh qo'ydi. Piravin tavallari nomusdan va bundoq cho'nqarliqdan beshini ko'tarib turolmay maydondan chekindi. Musa alayhissalomning mo'jizasi sehrgarlarga qattiq ta'sir qilgan edi. Ular ko'rganlardan o'zlarini tutolmadi va hamma birdek biz olamlarning Rabbiga, Musa va Harunning Rabbiga iymon etdik dedi. Haqiqat maydonga chiqib sehrgarlarning batil ishlarining o'zligidan yo'qolganligi va sehrgarlarning Musa alayhissalom da'vat qilgandiga iymon etib mo'minlardan bo'lganligi Piravin va uning tavallari uchun hargizmi yaxshi ish emas edi. Chunki bu ish Piravin tavallari uchun cho'ng xatar edi. Shunga Piravin qattiq g'azabdan ularga varqirab: "Sizlar mendan so'ramay turib Musaga iymon etdinglar. Shundaqmi? Sizlarga men agar sizlar g'alaba qilsanglar cho'ng mukofotga erishsizlar va albatta mening yaqinlarimdan bo'lsizlar demagan emasmidim? Bu menga qarshi Musa bilan birlashib, uni g'alabaga erishtirish uchun oldin planlangan hiyla mikrlar ekan. Sizlar bu hiyla mikrni shahardagi vaqtinglarda maslahatlashib o'rlashtirgan ekansizlar. Ondan sizlar bu planlarni xalq olamning oldida bugun ishga oshirdinglar. Sizlarning maqsadinglar Misr xalqini yurtidan qo'g'lab chiqarish va Isroil avlodi bilan birlashib Misrga ega bo'lib olishdir. Shubhasizki, Musa cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni, beshinglarga keldiganlarni pat yaqinda bilib qolasizlar. Sizlarning o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesib tashlayman. Bu sizlarni texmo qattiq azoblash uchundir. Ondan boshqalarga ibrat qilish uchun hammanglarni cho'qim darga osman dedi. Ammo Musa alayhissalomga iymon keltirgan bu sehrgarlar iymonida mustahkam edi. Ular Piravinning tahdidlariga javob berib, buningda bizga hech bir ziyon yo'q. Chunki bizning taqdirimiz Alloh taoloning ilkida mayli uzun umr ko'rayli, mayli qisqa umr ko'rayli, baribir hammamiz Alloh taoloning dargohiga qaytqushlarmiz. Shunga biz bizni o'ltirishingdan qilch qo'rqib qolmaymiz. Allama Muhammad Mutavalli Sha'raviy qatorliq ba'zi mufassirlar "Inna ila robbina munqalibun" degan oyatni sen bizni o'ldirish orqali bizga yaxshilik qilgan bo'lasan. Chunki biz Robbimizning dargohiga tezroq boramiz. Sen o'zingning ahmoqligi va zolimligi sababli o'zing his qilmasdan bizga yaxshilik qilgan bo'lasan. Ya'ni sening bizga beradigan jazoing amaliyotda jazo emas, balki bizning Robbimizning dargohiga tezroq berib olishimiz uchun bir fursatdir. Shunga biz sening jazolashingdan qo'rqib qolmaymiz degan ma'noda tafsir qilgan. Ey Piravin tavallari, sizlar bizning Alloh taologa, uning payg'ambarlari Musa va Harun alayhissalomlarga, ular Alloh taolodan ilib kelib bizga ko'rsatgan mo'jizalarga iymon keltirganligimiz uchun bizdan o'ch ilib olasizlar. Shu sababdan bizni yomon ko'rsizlar. Biz sehrning nima ekanligini sizlardan albatta obdan bilamiz. Musa alayhissalomning ko'rsatganlari hargiz sehr emas. Ey Rabbimiz bizga zo'r sabrchanlik ato qilgin. Sabrchanlikni xuddi ustimizga suv to'kkandek to'kib etgin. Qaddimizni to'g'ri yo'lda mustahkam, irodamizni ching qilgin. Bizning jinimizni musulmon holatimizni olgin. Sen hammaga qodir va hikmat bilan ish qilguvchi zotsan. Muhim nuqtalari. Haq bilan batil hargiz tang bo'la olmaydi. Haqiqat kechikib bo'lsa-mu cho'qim batilni yeydi. Sehrgarlar dunyo va oxiratda xorliqdan va yo'qsullikdan boshqasini ko'rmaydi. Shuna qilib bugun o'qimoqchi bo'lgan 60 bet
Yok 60 bet depdimna 30 bet kitabımız tügedi. Acep 70 minut toxtumna. Meyli boptu. Toluqlu ettim. Allah şükür. Öykü çiçeği yandı yıkanağın kısmını inşallah. Kirdi yatırlık. Bugün çislağa 22. 20 Temmuz 19. Sevdiğiniz bir aktiviteye veya hobinize zaman ayırarak onu yeniden keşfedin. Bu aktivitenin sizi neden mutlu ettiğini düşünün ve yazın. Şu aralarda sevdiğim aktivite galiba neydi? Fotoğraf çekmek ve video düzenlemek olmuş galiba. Sevdiğiniz bir şeyi yeniden keşfetmek, hayatınıza bir dokunuş daha eklemenin ve tutkularınıza odaklanmanın güzel bir yoludur. Bugün geçmişteki bir hobiyi veya ilgi alanını hatırlayın, ona zaman ayırın ve içsel coşkunuzu yeniden canlandırarak hayatınıza taze bir enerji katın. Çünkü sevdiğiniz bir şeyi yeniden keşfetmek, içsel mutluluğunuzu derinleştirmenin ve yaşamınıza daha fazla anlam katmanın bir anahtarıdır. Sevdiğim bir şeyi yeniden keşfetmek. Eskiden galiba voleybol oynamayı çok seviyordum. Voleybol oynarken her şeyi unutabiliyordum galiba. Ama buralarda onu yapmak çok da pratik değil şu an. Okulda olsaydım yapabilirdim. Çocuklarla birlikte voleybol oynayabilirdim. Şimdi bunları yapamıyorum. O yüzden eskiden olan hobim yine ne vardı? Hobi olarak görürsek eğer dizi seyretmek, movie izlemek, bunlar zaten hep hayatımda var olan şey. Onu yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi ama başka yeni bir hobi keşfetmek istiyorsam fotoğraf çekmek. Sadece böyle çekmek değil de profesyonelce ya da böyle eğitimini alan bir kişi gibi fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. Ve hatta fırsatım olursa fotoğraf çekme eğitimine de katılmak istiyorum ilerideki günlerde. Ama şimdi şu an yapabileceğim tek şey ne? Belki yazı yazmak. Veya da sabahları yürüyüşe çıkmak. Bu da olabilir. Çünkü sabahları yürüyüşe çıkmak hobi olarak da yapmıştım. Bir de şey olarak da yapmıştım yani. Ne diyeceğim yani egzersiz yapmak gibi düşünebiliriz de. Uzun zamandır yapmıyorum. Artık yapabilirim yani.
İyi anılarla dolu bir gün yaşamak için özel bir çaba gösterin. Bugünün size nasıl bir enerji verdiğini hissedin ve hissettiklerinizi yazın. İyi anılarla dolu bir gün. Yaşamın değerini ve güzelliklerini hatırlamanın bir hediyesidir. Bugün etrafınızdaki güzelliklere odaklanın, sevdiklerinizle keyifli anılar biriktirin ve her anın kıymetini bilerek içsel huzurun tadını çıkarın. Çünkü iyi anılarla dolu bir gün yaşamanın ne kadar güzel olduğunu hatırlamanın bir fırsatıdır.
Müzik koyuşni unuttum ha. Nutqun zalim.
daha fazla etkileşimde bulunarak çevrenizdeki güzellikleri fark edin. Doğa ile etkileşimin size yaşam sevinci verip vermediğini gözlemleyerek yazın. Doğa ile etkileşim ruhumuza bir nefes gibi taze enerji sağlar. Bugün doğayla buluşun, yeşillikler arasında yürüyün, kuşların şarkısını dinleyin ve doğanın size sunduğu huzuru hissedin. Çünkü doğa ile iletişim, etkileşim, içsel dengeyi sağlamanın ve yaşam enerjinizi canlandırmanın en doğal yollarından biridir. İnşallah bunu yarın sabah yazabilirim. Belki ya da akşam yazabilirim. O zaman bugünlük bu kadar olsun. İnşallah yarın eğer tembelliğim fazla tutmuyorsa yarın sabah görüşeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah emanet.